32 bab. Qaranglar, kelgüside bir padişah haqqoniylik bilan hukmronlik qiladi. Uning vazirlari adolat bilan yurt so'raydi. Ular bo'rondan daldinadigan panohlik joyga, judun chopqundan panohlanadigan joyga o'xshaydi. Ular qog'jirgan yerni sug'uradigan iqin sularga o'xshaydi. Qattiq, issiq yerdagi qo'ram toshning salqin soyisiga o'xshaydi. Shuningdan boshlab ko'zlar ko'radigan bo'ladi. Quloqlar ochiq anglaydigan bo'ladi. Aldraqsallar tushunishga boshlaydi. Kekachlar ravon va ochiq so'zlaydigan bo'ladi. Ahmoqlar oliyjanob deb izzatlanmaydigan bo'ladi. Makkarlar izzat hurmatlik bo'lolmaydi. Ahmoqlar ahmoqlarcha so'zlab razil planlarni tuzidi. Ular gunoh o'tkazib, Parvardigor to'g'risida xato ta'limlarni tarqitdi. Ular och qolganlarni taomsiz, usig'anlarni susuz qo'ydi. Makkarlarning usullari razildir. Yo'qsullarning talablari to'g'ri bo'lsa-mu, ular hiyli mikrlik planlarni tuzib chiqib, yo'qsullarni yolg'on guvohligi bilan vayron qildi. Ammo oliyjanob odamlar oliyjanob planlarni tuzidi. Ular oliyjanob ishlarda ching turdi. Kelinglar, ey g'amdin xoli ayollar, mening so'zimni anglanglar. Turmushi xotirjam xinimlar, mening so'zlarimga quloq selinglar. G'amsiz yurayotgan sizlarga bir yildan keyin qo'rqinch keladi. Üzüm taklaridan hosul chiqmaydi. Boshqa mevalardanmi hosul ololmaysizlar. Qo'rqinchdan titranglar, g'amsiz xinimlar, vahimidan shurkinib ketinglar, xotirjamlikda yashayotganlar. Esil kiyimlarni selivitib, üstünlərə motamlik kiyim kiyib qayg'uringlar. Burun bayashat bo'lgan itizlar va mo'l hosulluq üzümlüklər üçün meydanlarga urib yig'langlar. Sizlarning itizlaringlarni tikan va ozg'onlar beshib ketidi. Sizlarning shod-xurram oilanglar va ko'ngillik shahringlar yo'q bo'ladi. Ordular taşlanıp kalıdı. Şavqulluq şəhərlər qaqaslışıdı. Qorğan və munarlar adamsiz, quruq bolup kalıdı. Bu yer yava işəklərinin yayraydıgan, qoylarının otlaydıgan cayığa aylındı. Bu əhval Xuda öz ruhini eriştin bizge çürgüce davamlışıdı. U çaq kelgende qaqaslıqlar münbət zeminға aylınındı. Bu münbət zemin ormanlıqqa aylınındı. Haqqaniyet münbət zemində hüküm sürüdü. Hatta çöllükdümü adalet makanlışıdı. Haqqaniyetin neticesi tinçlik boludu. U məngü xatircəmlik və bixətərlikni elib gelidu. Mening xalqim tinç zemində yaşaydı. Bixətər öylərdə olturdu. Tinç joylarda aram alıdı. Məyli möldürlər ormanlarni vayron qilibatsun. Yoki şəhərlərni yo'q qilibatsun. Sizlarga yanıla bəxit həmrah boludu. İriq boylarına urug' çaçsizlar, kala və işək rınlarni erkin otlashqa qoyub berisizlar.